odamlar Rossiyadan jaroq pul ko'tarib kelsalar, bu kishi bir rus bachasini ko'tarib kelganlar. Yuring uyga samasib qolaman. Bu rus bachasi emas, buni oti bor, Petya bu. Papa. Sinok. Kim bu rus bacha? Yo Rossiyaga bormang, xiyonat qilib yuribsizmi? Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat, kallang joydami? Yo havodan paydo bo'ldimi? Kvartirada do'mbitagida o'tirgan ekan, uyga olib chiqdim. Ota-onang bormi dedim, yo'q dedi. Keyin o'zim bilan olib keldim O'zbekistonga, otalik onalik qilaman deb. Bitta bolani boqib olsang qancha savob? Urush davridachi 14 tagacha farzandni boqib olgan avlod ajdodlarimiz bor. Biz kim bu? Bizga bitta o'risni boqa olmasak. To'g'ri aytasiz Mardakjon. Biz ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishimiz kerak. Men shu o'ris bachani qabul qilaman. Ko'zim o'ris. Приветик. Джабарик здесь живет. Кто сам? Я его русская жена, Кристина. Jotana. O'zbekistongacha qidirib kelibdi. O'ris ayollariga o'zbeklar nimasi yo'q ekan-a? Mardakjon! دختری قرغانی را من